Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun o'ylanmagan bir voqea yuz berdi. Ya'ni bu Skype'dan chataq chiqib, G'ulom akamizniki surati ovoz biroq yo'qolib ketib, programmani qayta etishga majbur bo'lib qoldim. Kechirsizlar, biza saqlatib qo'ydim. Endi bu arada G'ulomga bir nechadan telefon qildi. Yambilika deb bir qarindoshimiz telefon qildi. Shu Amerika'ya ve Kanada tarafından okşaydı. Özünün oylaganlarını dedi. Bilmedim, anladınız mı ki onu? Ya anlamadım ben. Anlayamadınız mı? Ha, tamam ama biz anladık. Sizniki avazınız üzülüp kalğaçqa. O kardeşimiz mi? Şu Avan Necmiddin'inki. Eğer hata isim tutamagan bolsam, neme sebepten kirmay qolganligi parlamentga shuni tushundirdi. Anadan o yana bir parlamentga bir qarindoshimiz telefon qilib Ablajon Leyla Naman. Ablajon Leyla Naman telefon qilib dediki, bu qatam ishniki bu ahvolning yuz berishini hech kim xohlamagan. Haqiqatan bir satish bo'ldi. Ammo mushuni bir bana sabab qilib turib deydi. Çünkü xalqimizniki ortak arzusi haqiqiy ma'nodagi bütün avam qo'llaydigan bir sürgündeki hukumat qurib chiqish bo'lgandan keyin men bu istifa so'rayman deydi. Ham bütün kuchim bilan shu xalqimizning ovoziga ovoz qo'shib, haqiqiy ma'nodagi bir sürgündeki hukumatni qurib chiqishga tirishgan bo'lsak, deganda so'zlagan bo'ldi. Bundan başka mı G'ulomga şu bundan burun mu battı bundaq avazlar halkımız arasında bizge hakikaten bir sürgünlük hükümet gerek. Ama bu sürgünlük hükümet türlü sebepler tüpeyli mayli 12 dastlabki qurilgan vaqtlardagi problemlar sebeplik bo'lsin ve başka sebepler bo'lsin avam xalqniki qo'llashiga keng ko'lamlik erişemay keldi. Ama hazır şu vatanning vaziyati keskinleşip bütün şu muhaciretdeki Uyg'urlarniki bir sürgündeki hükümetke haqiqiy ihtiyacı bo'layotgan bir mezgilde belki şu qatimqa agar krizis deb atsak, şu krizisni bir sebep bahana qilib turib, xalqniki o'rtaq arzusi bo'yicha hammadan qo'llaydigan, avam qo'llaydigan bir haqiqiy sürgündeki hükümetni qurib chiqsak degan bir sada ham yoqdan kelyotdi G'ulomga. Siz nima deysiz bunga? Bu biz sürgünde hükümet bulaşıkçıda burundan tatip arzu qilib kelayotgan bir ish. Bu bugün başkalarının yadiga yetken bolsa, bizning yadimizga hali baldur yetken. Bu yenilik emas. Ahmetcanning kashfiyoti emas bu. Endi bu hükümet kurulgan minutdan başlap yuqori deb o'tganimdek bütün teşkilatlarning ortak qarshi turadigan nishoniga aylanib qoldi. Hatta Amerikaning boshqarishidagi Amerikaga tabi bo'lgan radiomi Uyg'urcha bo'limi hukumatga ta'til turdi. Shu vaqtdagi xabarlar qarab baksanglar bu dushmanlikning qaysi chekka yetganligini ko'rgan bo'ladi. Bu ahvolda bu hukumatni ish qildi, qilmadi, aqdi, ko'kdi deydiganga bir odamni salohiyatli emas. Chunki siz agar bir inekni sig'ib, etgan choyni ichmoqchi bo'lsangiz, uni daqyaga o't yo'q, daqyaga oftobga bog'lab qo'yib, 3 vaqt saqaman desangiz aqmaydi u. Uni baqsiz, undan keyin saqisiz uni. Dünyanın her kanday yurt, her kanday devlet, her kanday partiya teşkilatı, her kanday başka organның nizamnamelerinde qarasanız, hukukları degenning aldıda mecburiyetleri degen keladi. Mecburiyetni ado qilganlarning haq-huquqi bo'ladi. Mecburiyetini ado qilmay, endi men haq-huquqim bor, mening sual soraydı, sorak kılıdığa hukukum ba, nemiş kıldın dep soraş hukukum ba. Bunda bir şey yok. Sen ne mi kıldın? Sen kolladın mı? Ontiyin ihanı verdin mi? Megi katnaş. Bizden işlerimizden gücünü üstünde al desek, keldin mi? Kelmedin.
anda olgandayken senin hukuk iddia kılıngan nime hakkın var. Aldı bilen mecburiyetine dağıtır. İşin tertibi bu. Bu kilovatkan tarihten beri kilovatkan bugünkü iş bu. Bu yusunda. Yani düşmanlık, mesxire bu. Eğer bu halk umumiyizlik bozulup zaten bundan bir hükümetki ihtiyacımız varken dep tunugan bolsa, davanın en doğru teşkili kurulması buken dep tunugan bolsa, merhamet kasun, ne için bulmaydı? Tazı buludu. Nayet yaxşı teşebbüs, umumi saylam teşebbüsü, intayin yaxşı teşebbüs bu. Ama bunu tünegen çıkıptı, bügelle Ahmetcan'ın aksı uytuvağa adamının kıygan saylam grupisi bilen kıygal olmaydı bunu. Aldı bilen prensip belgilindi. Bunun en doğru metodu belgilindi. Olmasa ahlet cevakirdi bunun içine. Halk eğer özünün bu teşkili kurulmasının pak, samimi, doğru niyetlik adamlardan teşkil tepişini halasa, şunu arzulaydığı olsa, aldı bilen bu çağrını tapıdı. Kanda usulda elip varımız bunu. Kanda usulda elip bağa vaktimizde bu geldiğeşle içine kırvanmaydı. Kanda kılıp bu adamlarını tallayalayınız. Degen prensip, çare, usul belgileniş gerek. Aldı bilen. Bazılarını müddalı torgunu çıkarıp elipli aça gelvini avıtış, ziddiyetini kengeytiştin başka rolü yok. Akçıge işinin. O aşı elden burun anı kılıp aldı. Yok hoş kıldım da boylavatkan boz gerek. Saylam grup, Şarkı Türkistan zırgınlığı saylam grup. Nime o? Kimnin o? Ay, jedemnin mi? Onda iş yok. Oylap bakılmasınlar. Biz Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinle emez, bütün çeteldeki Şarkı Türkistan diasporası. Her bir şahsızca Xitay istihbaratının nişanıdır. Her fırsette, her yuçukta tumuşkunu tıkmayı unamaydı Xitaylar. Xitay'nın adamları, aygakçılar, çaşıtlar, kulaklar. Bunda olgandan keyin biz aldı bile oylashadigan iş bu. Adam to'ldirish emas. Adam to'ldag'ini uludu. Ahmetcan qo'yib bersa, hozir to'ldirdi, to'g'ri deydi shu. Qanday odamlarni to'ldiradi? Gap bu yerda. Bir odamning ko'pchilikning to'ldag'ini olmaydi yana tashkilot deganga. Bu taraf tutmaydigan odamlardan tashkil etish kerak. Sog'lom odamlardan. Uning uchun bu Şarkı Türkistan sürgün hükümeti tarihten beri dep kelyapman. Sizlar iş qilib ketdi, falon bek iş qildi, Birleşmiş Milletler'de oturdu masmana gap qilib dep yo'g'on bilgan tashkilotlarmi Şarkı Türkistan sargardan hükümetçilik düşmanlık uçurmaydı. Düşmanlıkka uçurash potansiyeli o kadar yuqori. Mushuning dilli bunun qimmatini bilib olgan oldu. Demek Xitoyning en qo'rqadiğini bu. Bu aslında işe yaramadı deyatgan bu sürgün hükümet Xitay en korkuduğun teşkil. Bunu yo'qotib o'tishga, bunu faoliyat qilishga, buningga ajinda ahlet aralashtirishga tirishyapti. Buni ish qilmasimi bu pokiz ismni saqlab, pokiz o'tdagan afzaldir. Atalmış ishni qildim deb, uning ichine ahletga toshqirib, o'g'illik qilib, buni bu kun tartibdan tamamen o'chirilib ketib qolsa, bizga uval oldu. Şarkı Türkistan halkıga uval oldu. Bir tarihi yo'qotish oldu bu. Onun için aldığı oylashildığını qanday elib baramiz bu saylamni. Buni alitillik ko'ryapsizlar. Ana saylam guruhining o'tirib chiqishga ulgurdi. Bu faili mecbul adamlar bek teşkillik oldu bular. Nima uchun? Uning keynida teşkillik için bir kuch var. Onu bir arada tutup durdu. Bir buyruk bilen hareket kıldı ular. Ama normal halkçı, normal halk ulununki bir yerge bağlangan, bir boyantırgı olmagandaki ulu ne? Halayık kilimli manda işini kılını dep çakırsanız halis kilidi o halimiz kemmeydi. Hatta bir imzağımı halis kilidi halimiz kemmeydi o.
Onu mecburlaş imkanı yok. Ama faili mecbul adamlarının niyeti, g'arzi başka olganlığı için ve onun keynide buyan turukunu, çoluğunu tutup doğan birisi boğanlığı için o da teşkillik hareket kılalaydı. Ve bir arığı kilalaydı. Bu, bundak bir teşkilatta naiti asalla asasi rolunu kuluğu eli verişine sebep oldu. Bunun için dikkat kılınız bunun. Bunun için yıllardan beri biz onunla dikkat kıyganlık için bu mevcutluğunu saklap geldik kardeşler. Bulmasa Xitay bunu allakaçan nişanı hep koygan, allakaçan tüketetti. Ahmetcan'ın mı zaten bunu tüketip hükümet tükedi de cakalaş niyeti batı. Bu kısmını, bu suyumluk kısmını hakkı saklayınız desek hazırkıdek tamaşa görüvatkan halkımız faili mecbul adamlarının isimsiz çünkü onun kösetkideki yüzü olmaganlık için görünmeydi. Televizya Şark Türkistan sürgün hükümetinin televizya stansiyası dep açmay radyo stansiyası dep etişinin sebebi mi? Yüzünün görünmeslik için. Görüngüde yüz olsa oturup çıksın, görep bakanı. Demek hazırkıdek bunda tamaşamı bulmanla aşı inkaslarga sizlermi cevap yazalaysızlar. Üzanlarının işığı tomuzda kola toңadığan bunda pozisiya tutmanlı karındaşlarım. Benim tavsiyem. Bu hayati ahmiyetli bir iş. Bunda beğemlikte, ben oşurup tasvirligem, beğemlik bu milli psikolojimizdeki acayip çoğun keser bu beğemlik. Goya bu bir adamın işidek taşlap koymay, emmanlı kilinla, emmanlı kömül bilenla, birlikte kılaydı bu işine. Kilidğanla yüzüne erteden başlatmaz, bugünden başlap bizim kaldı olsa, yüzünün turuşluk dövültüdeki hükümetin adamlarını izlep, mani men katlaşımam diyorsun. Al degendek rastlayında biz tosavagan bolsak, mana hem de körep baksın. Yüzün tizimli kaldı olsun, görüne. Kança adam çıkadı ki, hükümet katlaşımam deydiğen. Bunda tomuzlu kolu toңadığan pozisiya bilen fakat tamaşaya göreşti ba, başka da yok bulunduğanlıkın nazar tutup ve ağabey garezlik adamlarını undaq emas, bunun teşkillik bir nişan, bir maksatda hareket kılalaydıganlığın nazar tutup oşunda geldi bu iş. Endi eğer umumi saylan kılıp hükümetini qaytadan teşkilleyimiz, qaytadan yenilayımız, ıslah kılımız deydigan bolsa, kolumuz köksümüzde biz kollayımız, ezelden biz dep kilovatımız, jar selavatımız. Bir adam yakın kelmegen, endi kiladigan bolsa merhamet. Onun için halkni men bu haq ve nahaq arasındaki bu güreşte, haq yolunu tanlashda, batıl bilen haq oturusundaki güreşte, toğru bilen hata arasındaki bu güreşte, toğru bolganını tanlashga chaqirman. Başka gap yok ama biz yakında halkın talebini mi ve nöbetdeki krizisini mi ve bundan ıslahatını mı nazar tutkan halda zaten toplanmakçıyız ve hükümetin yığınını açmakçıyız. Aşı yığınını teklif kılaymana, kilinlaymanla. Kilinla fikirlerini katlaştırınlar. Vezifelinler, kullanlardan işkildiğin adamlı olsa, men falan işini kılalayım da bu canlı məlum kılınlar, ortak birlendireyli. Çünkü bir dava pul bilen ve ihtisaslık adamlar bilen manadı. Pul olmasa, ihtisaslık adam olmasa, oturdu gayiş. O bir adam ödüsünden çıkanmaydı o. Hoş, merhamet kılıp, müşteklik boyunca yığınımızda kilinlar. Konkret vakti ve ordunu yana torudun ısıtırımız, şu vakti kersanlık olur. Bunun da olamka sizning hozirgi deganingiz bo'yicha Qatarda
hökumətdikilər yığın açır ekansizlər, həm bununğa xalqni çağırıvatsınız. Ahmetcan ayaqda bir narsalarni e'lon qilgan bo'ldi. O'zini ko'rsatish jadvali degandek narsalarni chiqaribdi, uni Facebookda e'lon qildi. Hamda xalqimizning da'vat qilini hozir hamda mavjud tashkilotlar bor. Bir sürgünlük hukumat mavjud, ham o'xshamaydigan boshqa tashkilotlar bor. Ham yangi qurilmoqchi bo'lgan mustaqillik tashkilotlari bor masalanda. Men bu jiq parangiz vaqtim qarindoshlarimiz bilan deydi, agar mushunchalar chechilongu kuchni mayli hozirgi mavjud sürgünlük hukumat bosh bo'lib, bir yerga akilib, shu o'xshamagan tashkilotlardan vakil chiqarish orqali bir parlament shakllantirsak, mushu parlament anandaki haqiqiy sürgünlük hukumatning rahbarlarini, liderlarini saylab chiqsa, anandaki bu ommaviy asosi bo'ladi deydi. Ya'ni mavjud tashkilotlar hamsiga qatnashsa, ham yana qurilmoqchi bo'lgan, masalan shu oyning oxiri Fransiyada bir mustaqillik tashkiloti qurilmoqchi. Onunğa ba'zi masalan Rabia xonimi bordiki, boshqa liderlar boradigan o'xshaydi. Mushunga o'xshash bir fursatlarda masalan xalqimiz hozirgi vaziyatda bizning birlashmay amalimiz yo'q. Masalan deylik, bu Uyg'urlik badili degan gap chiqdi. Uyg'urlik badilini bu qurultaydagilar biz birdan bir tashkilot bizga berishinglar kerak deydi. Ammo mutlaq ko'p qismli Uyg'urlar bu yo'q, cho'ng bir chaqchaq bo'lib qoldi. U qanday bizga vakillik qildi nemish, uningga beramiz. Bizga ham Abay degandek hamma tashkilotlar birlashgan asosda bir parlament qurilsin, ondan bir sürgünlük hukumat qurilsin. Shu vaqtda biz Uyg'urlik badilini shu yerga bevosita beraylik. Ana shu chaqda bu pul to'g'riga yetgan bo'ladi. Ya'ni mushundaq shakldagi bir sürgünlük hukumatimiz bo'lsa degan arzuda. Abay sizning chaqiriqingiz bo'yicha masalan yig'in ochmoqchisizlar. Chaqiriqqa o'zini ko'rsatib berish orqali mushtaq ko'zlagan nishonga yetkazib bo'lamdi sizcha? Bu shu kelgan odamlarningki niyatiga bog'liq. Agar buni o'rtaq vujudga chiqaraylik degan qat'iy niyati bo'lsa, bu da'voga chin yuragidan sadoqati bo'lsa, cho'qim qiyg'il bo'ladi. Agar u yerga g'arazlik kelgan bo'lsa, ish buzish uchun kelgan bo'lsa, u birlik hosil bo'lmaydi. Hozirgi gap masalan ularning kelish kelmaslik masalasi bor. Masalan sizlar maqatim shu ahvol yuz bergandan keyin krizis deb turaylik hozircha. Krizis yuz bergandan keyin Ahmadjon o'z oldiga ish qilman deydi. Sizlar deysizlar bu innovatsiz hukumatliklar yig'in ochamiz. Shuningga keng xalq ommasini chaqiramiz deymiz. Shu qatorda o'xshamagan tashkilotlarni chaqiramizlar masalan. Tabiiyki xohlasa bizlar qaysi vaqt chaqirmoqmiz? Chaqiramiz albatta. Butun xalqqa ochiq u. Agar bir tashkilot xalqqa ochiq bo'lmasa, qat'iy bo'lmaydi u. Agar xalq bilan ish qiladigan bo'lsa, tabiiyki dunyoda nurg'un maxfiy tashkilotlar bo'ladi-da. Endi Uyg'urlarda bunday maxfiy tashkilot yo'q. Aslida bo'lish kerak, ammo yo'q. Afsuski yo'q. Hozirgi bor tashkilotlarning hech biri yoshirin emas ekan, u holda xalqqa ochiq. Faqat tashkiliy masalalar, ichki masalalar muzokara qilinadigan ayrim yig'inlar bo'lishi mumkin. Buni tushunish lozim. Hozircha tashkilotning ichida bo'lmagan odamlar tashkilotning umumiy yig'inlariga, masalan, ochilish murosimi va agar birlik kelinsa va buning usuli chorasi bekitilgan ahvol ostida umumiy saylamga qatnashsa bo'ladi. Ammo mavjud tashkilotning shu kungi kelgichi bo'lgan o'tmishdagi ishlari muzokara qilinadigan ichki yig'inlarga kelgan vaqtida ular albatta qatnashmay turadi. Bu aqalli bir ish, har qanday bir tashkilot. Endi yana bir ish o'shada
Hazır endi ikki taraf o'z oldiga bayonot berdi. Ahvolmi shu, reallikmi shu. Ba'zi qarindoshlar men bilan paranglashganlar bo'ldi. Bo'lsa so'rab baqsangiz G'ulom akamdan. Gerçi Ahmetcan o'z oldiga bir ishlarni qilib, hukumatdagi boshqa qarindoshlarni, sabdoshlarini ranjitib qo'ygan bo'lsa-mu, onundaki masalan o o'z oldiga chiqarib bir bayonot berdi, anadaki parlamentdagilar bir bayonot berdi, o prezidentning huquqini atashildik deb. Mushu ikki tarafniki, mushu krizisni hal qilishda qanday bo'lsa sizlar uzun yillar bir sapda birga kurash qilib kelgan sabdoshlar mushu qarindoshlar yana bir yerga kelib samimiy holda suhbat qilib bir bu ishni, bu krizisni hal qilishninki bir usulini, amalini tepib chiqish bir ehtimoli bormi degan bir savol bor bu yerda. Bu parlamentninki ish emas. Parlamentdagilarninki irodasi, orzusi bilan bo'lmaydi bu. Ahmetcanning niyatiga bog'liq bu. Agar Ahmetcan mush qilib yurgan tafriqchiliklardan voz kechib, parlamentga qaytib kelib, bu muzokaraga o'tmoqchi bo'lsa, biz qarshi olamiz. Sal to'xtagan saqlab turaman. Ma'lum bir telefon kelib qolibdi-ki, G'ulomga toza anglayolmadim. Gapingizni o'z javob berib bo'ldingizmi bu savolga yoki? Javob berib bo'ldim. Tamam. Çünkü bu yerda bir qarindoshimiz telefon qilibdi, G'ulom akamdan so'raydiganim bor deydi u. Qani. Qarindosh, siz so'rasangiz bo'ldi savolingizni hozir. Ha? Siz Najmiddinmi? Siz Najmiddinmi? Menimcha qarindoshim hamda boyaqilarga qatnashtirmadi degan gaplarni qilmasa. Boshqa gap? Boshqa gap bo'lsa desangiz bo'ldi, ammo albatta gaplarni qo'shilmaydi endi. Anlamışam. Anlamadığıda qarindosh Najmiddin, Ma'u avay dastlab ishlatgan telefonimizning ovozi yaxshi ekan to'q, Ma'uning ovozi bek nachar chiqyapti, xafa bo'lmay, yana bir telefonda uramsiz. G'ulom akamni anglayolmadim deydi ovozingizni. Bay ishlatgan telefonimizning ovozi yaxshi. Bu qarindoshimiz orliqda yana nashqatim telefon qildi, G'ulom aka, men endi siz gapirayotgan bu yanning artisi shu bo'lganlikdan u qiladi telefon, uning gapi tugmaydi. Hatto shu mustaqillik tashkilotining ishidimi butun ishtirayotganning birisi shu. Faaliyetchan bola bo'lganlik uchun vatanparvarlikka qizg'inlik yuqori. Bu bola hozirgi gapidan men azroq tushundim, to'liq demagan, yana telefon qilibdi. Herhalde anlab baqili. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Endi gap qilaman. Men o'ylayman, bu Turkiston hukumati xuddi Tadastan hukumatiga o'xshash bir davlatning hukumati. Davlatning tabiiy xizmatchisi. Unda bo'lsa, bu davlatning parlamentida yaxshimi, yomonmi, o'g'ri-yanchimi har qanday bir odamning ovozi huquq bo'ladi va ularning bu davlatning parlamentga kirish, bizning huquqini joriy qilish sharoiti bo'ladi. Bu yerga men bu parlamentda bu odamlarning huquqini, bu odamlarga aqlli bilib olmaydi. Ulardan qo'llashni yaptı, Türkiye hükümetinin
Muhtar biz efendim beşli bazen ben ulan kapısı sonra kapı aldım. İnkılapını biz özrak muhabbet bile, çev korkak bile, kursanlık bile, günümde bu kadar üstken ya bazı özel türümüzü kıyaslaştırımızda işençile mamutlu şartını kırılır. Bunda kaçaklık, korkak bile, kuman korkak bile, anlanmadı. Bir şey şartımı olarak hakkız olmayız falan. Bo'ldi kardeşim. Tushundim. Baba oğlamkam yani anlayayım. Bo'ldi. Men bu sualıngizni oğlamkamga yetkazay, chunki oğlamkam anlayolmapti. Men hozir tushundim gapingizni, men oğlamkamga yetkazay. Yozmacha yozsangiz bo'ldi, qanday ko'ramiz, ha? Xayr, Allohga emanet. Oğlamka deydi, biz endi bu işte kam bo'lsak, kechirimchan bo'lsak, bir-birimizni ayblamasak, ya'ni sürgündeki shu Tibetlarniki hukumatiga o'xshash har qanday bir vatandoshninki bunga qatnashish salohiyati bo'ladi sürgündeki hukumatga va yoki saylanish huquqi bo'ladi. Shunga odamlarga to'g'ri baho berish kerak, tuvandagi qarindoshlarımızga to'g'ri baho berish kerak. Aldırıp selbi baha vermesi gerek deydi asasında bu kardeşimiz. Ağız yokulap gitti o. Ağız? Ya sizge bana atamda ağızım? Ya dudukladı. Yani dudukladım da. Ya ben sizdekini yaxşı anlamadım mı bulmuşsa? Hem de şu? Hazır yaxşı mı? Ya bu kardeşimiz demek bo'lganda endi şu biz uzun dışlıq bir septi ketib atqanlar bu süftimiz bilen bize kam qo'saq bo'lsak, bir-birimizni ayıplamasak, çünkü her bir Sharq Turkistonlikniki şu sürgündeki hükümetke qatnashish, saylanish huquqi bo'ladi. Şuna her bir shaxsga hurmat bildirilishi kerak. Eğer ziddiyatlar tug'ilgan bo'lsa, onu chiroyli usulda hal qilib, yana qo'lga tutib, alg'a menishimiz to'g'ri bo'ladi deydi. Bu iliqi anglamakka nayta heyvetlik tuyuladigan eng to'g'risini bayon qilg'uchilik patentini talab qilsa bo'ladigan bir xil qarashlar. Iliqi birlik tashabbus qilg'uchisi, hammayli ittifoqlashaydi deydigan. Bular amalga oshirgan olmaydigan quruq orzular bunday narsalar. Bu faqat iliqi o'zini nayti umumiyatchil ko'rsatishga yaraydigan, uningdan boshqa ishga yaramaydigan gaplar bu. Siz mana endi o'ylab baqing. Hozir vatanning sirtida Xitoyga tarafdor Uyg'urlarning soni intayin jiq. Her bir Sharq Turkistonlik Uyg'urlar bo'lsa, yoki Sharq Turkistonliklar bo'lsa, o'g'risiga to'g'risiga bunday saylash huquqi berish kerak bu. Sapsata bu. Siz o'ylab baqing. Bu Xitoy istixborotining buni changilik elishiga oltindek fursat bu. O mustaqil bir davlatning ichida bo'ladigan ish bu. O'g'risimi, to'g'risimi ovoz berish huquqi bor bir fuqaroning. Chet eldagi ish unday ish emas. Bunu uqib qilinglar. Boshqa qarindoshlarmi manda hayvatlik gaplardan darhol kallangni qaymoqib ketmasin. Aqlinglar bilan o'ylanglar. Keyingi zamonda qanchalik odam chiqdi? Xitoylik qanchalik odam chiqadi? Nima uchun chet eldagi ishlar bu qadar solishab turdi 50, 60, 70 yildan beri? Nima uchun? Sababi inqilobchilarimizdan jiqroq faili mechul adamlarning bo'lganligi. Ko'p sonliqni uni tashkil qilib ketganligi uchun, qarindoshlar. Normal adamlar chet elga o kadar qiyinda chiqarkan, ba'zi adamlar hatto 5-iyuldan keyingi pasport chiqarilayotgan zamondami turkumlab chiqardi. Biz hech birisidan gumonlanmasligimiz kerakmish. Hammasiga ishonishimiz kerakmish. Unda majburiyatimiz yo'q. Dünyanın hiç yerdinde bimani kanunu yok. Bir adamga mecbur işin kerak deydigan.
Muşu Şarkı Türkistanlıklarının chet eldeki muşu ameliyatida aşı gap qanchalik tarozi o'ttirdi qarindoshlar, o'ylab boqinglar. Hammadam ovoz bersa, kim saylanadi? Xitoylar ko'zlagan odamdan boshqa saylanmaydi. Men sizlarga deb qo'yay. Chunki ular aşağıya berib saylamga qatnash degan buyruq bo'yicha hammasi keladi. Qolgan Uyg'urlarcha 5 qayga yerda yuriydi. Xolis keladi, xolimiz kelmaydi. İşim chiqib qoldi deydi uning ishtahim muhim o'ziga. Bu qadar beg'am. Öz ishiga o'zining tomizda qo'li to'ngida bu millatning. Unda ekan bu xalq u yerga kelmaydi. Bek kelsa 3dan 1 keladi. Ammo Xitoylar g'arazlik chiqargan odamlar, ayg'oqchilar, chashtlar, quloqlar bir buyruq bilan hammasi keladi. Shu vaqtda kimning ovozi ustun bo'ladi? Uning uchun bu saylam o şekilde qat'iy bo'lmaydi. Bu saylam bu adamning kimligi tekshirilgandan keyin bo'ladi. Uning guvohchilari, uningga kefil bo'ladigan odamlar bo'lgan vaqtida hech kimdan uning haqida gumonliq savollar bo'lmagan vaqtida andın bo'ladi bu. Bu haliqi internetda ovoz berish, imzo to'plashga o'xshamaydi bu ish. O imzo to'plashda faqat son ko'rinishli bo'ladi. Biz o'zimizning beshimizga bosh qilib odam saylamoqchi. Uning uchun bunga cho'qim diqqat qilish kerak. Deymizmi, hozirda şu mavjud tashkilotlarimiz ichidagi hodisalar ahvollarga qarasak, G'ulomqamning gapining asosi borligiga ishonamiz. Chunki hozir mavjud bo'lgan tashkilotlarningki ichidagi insonlarning bir qismi sog'lom emas. Buni ko'rib turibdimiz. Hatta ochiq oshkor munofiqlik qilganlarmi bo'ldi. Şunlaşqa asli şu her bir Şarkı Türkistanlıqniki saylanish haqqı bo'ladi da, ama saylanadiganlar, yani eğer hükümet yoki parlament qurilsa, şu parlament yoki hükümet kirdiganlarniki sog'lom odam, hamda muhimi qo'lidan ish chiqadigan, ham o'zini shu ishga atagan, saylanib o'tirib olmay haqiqiy bir ish qiladigan odamlarning saylanishi muhim. Shunga hamda birsi bu saylanishiyatiki bu ishning murakkabligi, oson emasligi, yana birsi xalqningki bir taqozosi. Boya G'ulomqani chiqatim deb o'tdim. Xalqning bo'libmi vatanda shu zulm kundan kunga oshgan siri bu taqozomi xalq orasidagi bo'lgan kuchayyapti. Endi Ahmadjon o'z oldiga bir ish qilibdi, uning natijasi qanday bo'ldi bilmadik-da. Sizlar hukumatdagilar, ko'p sondagilar bo'lish niyatinglar bilan, soninglar, salohiyatlar bilan mushu ishda, mushu xalqning orzusini amalga oshirishda plan bosqichliq bir ish qilish orqali mushu xalqning orzusini amalga oshirish jihatda. Masalan, oldimizda yig'in ochiladi deysiz. Balkim inshaalloh mushu bir muhim tema bo'lib qolishini umid qilman shaxsan men. Siz uchun mushta bo'ladimi? Hammaylar shuni umid qilamiz. Arzu ve reallik arasında her zaman bir musafa olur. Biz arzunu bek çoğun kılalayımız. Çünkü arzu degen xiyal degen gap. Kallada şekillengen bir obraz. Onun çigirisi yok. Küçük etmeydi onu kılışta. Yani bilirsiniz. Cennetke kirishni arzu qilamiz. Mesela yetib bilib vatanga berib, men bu bola chaqalarim bilan birga bo'lsam ekan degan arzu qilaman. 22 yilning ko'midim. Ba'zilarning chiqishiga inqilobning beshida rahbarlik qiladigan turib, oilasi aqsdan chiqadigan bo'lgan bilan
men de hazırkıçımı oturdu körünmegen bir adam buluşumga karamay 22 yılının aldıdımı men ballarımla çıkanmadım. O zamandaki vaziyet bugünkü vaziyet emas. Yaki 4 yılının aldıdaki vaziyet emasdi. Endi mesela şunda arzunu kılımız. Mening arzuyum aşında. Arzu bilen reallıkның arasında bek çoğ bir musafı var 25 bin yolluk uzun sefer ketidi. Tağ deryalardan, karlık dağlardan, zeykeşliklerden, saslıklardan öteşik doğru ketidi. Bununla sabır taqıtıba qanchalik adımımız var. Bununla qarılıdı. Biz teşebbüsünü kılıvatımız budaki yığınımızda kəgellerden, iltimas qiyğanlardan, hükümet qatnışını, bunu küçeytişine, həs qoşaşına arzu qılıdığanlardan çoxum bir türküm adamlarını toluqlayımız ve küçeytimiz. Xalqның arzusuga çoxum cevap verişki tirişimiz degan arzuyumuz bizning var. Aşu talada turib olib arzu qilayotgan qarindoshlarımizga shuni murojaat qilamizki, arzuni qilayotibsiz, anda o'z keling birlikda qilaylik. U bizning kuchimiz yetadigan ish emas. Hatto hammaylar birlashgan taqdirdami o kadar asos ish emas. Chunki bizning qarshimizda dunyoning eng chong dushmani var. Dünyadaki hali kuchli davlatlarmi qo'rqayotgan darajadagi bir chong dushman bor. Undaqki uni sen qilolmading emas, birlik kelib ovoz qo'shanish olmasa o'zingizni ma'lum qiling. Andın bu arzuga birlikda javob beramiz. Bizda o arzu yo'q emas. Biz uni doim deyishyapmiz inshaalloh. Bu qatim ishni balkim noldan boshlaymiz. İqtidarlık adamlarını jalb qilishga tirishyapmiz. İqtidarlıklar aql o'zini ayaydi, tamsili bo'yicha o'zini chetga tortib turadi ekan. Endin kapari kepeklini ekirib olsangiz, sanna avutadi ekansiz, hech kimga kerak ekanmaydi ekan. Bu ilojsizliklarni, bu chorasizliklarni tushunadigan qancha odam bor bizning xalqda. So'roqlashga yaravotgan bilan ma'ni so'roqlaydigan odam bormi? Bu amaliy qiyinchiliklarni. Uning uchun hammanglarga chaqirib, burun chaqirmagan bo'lsa, haqiqatan savallik bo'pti. Mana endi resmiy chaqiriq bu. Keling, o'rtaq gullantiraylik. Ammo cho'qim sapa bo'libmi siyosiy sapa tekshirishi cho'qim bo'ladi. U bo'lmaydi. Bayonqi anda xiyolparastlik bilan qilinadigan o ish qat'iy bo'lmaydi. Chet elda aqadigan ish emas. Mustaqillikdan keyin andin o'g'risidan to'g'risigacha hamma fuqaro ovoz beradi. Ammo hozir unday emas. Undaqda men sizning so'zlaringizdan shuni his qildimki, bu qatimqi hukumatniki yig'iniga balkim sizlarmi tayyorlik bilan avomga, umum xalqqa bir chaqiriq chiqarish shaklida ochilgandek qilsizlar bu yig'inni, shundaqmi? İnşallah. Anadaki yana bir arlıqda bir 60 bu parlamentda en az 60 adam bo'lish kerak degan bir gaplar bo'lindi. Mush asosi bor gapmi? Agar haqiqatan bir saylov elib berilsa, en az 60 adam bo'lish kerakmi qandaq parlamentda? O kanunda deyilgen gap. Ve bunun inovasizlikini davatkan Ahmetcan'ın özü 60 adam bilen sayılınıptı mı? Anda olsa onunki prezidentlik inovasiz en aldı bilen. Bunun inovasiz. Hazır o keskin inovasiz. Onu ilan kıldık o inovasiz de. Şuldaki prezidentlik inovasiz olan buldu. Çünkü o 60 adam bilen saylanmadı. Endelik yak mok degendek üzün sayılığa vaxtıda 60 olmasın buludu. Endi bombaydigan bo'lib qaptimi? Nega varmiz o 60 adamga? 60 adam bombagan deganda 5 ming sayılmay o'tirish mumkinmi? Tamam. Endi ma o
yaqında bo'layotgan yana bir ba'zi o'zgarishlar bor. Ularga bu shu solih inilarimiz 6 ayning 4-idan boshlab keng ko'lamli bir avval Amerikada boshlandi bu ishlar. Andan keyin bu o't boshqa qit'alarga tutishib, Yevropa elleridimi ular ovoz qo'shib, keng ko'lamli namoyishlar bo'ldi va xalq qo'zg'alib bo'lib chiqaqlarda mayli tashkillanib qilsin, mayli o'z oldiga namoyish qilsin, keng ko'lamli faoliyatlar orqali hozir bir yaxshi xabarlar chiqyapti. Ya'ni Amerika parlamentidagi 17 parlament a'zosi imzo etib Amerika prezidenti va davlat ishlar mahkamasiga shu bizning vatanda bizning Uyg'urlarni qonli qirg'in qilayotgan bir turkum Xitoy amaldorlarini Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash buni e'lon qildi. Yana birisi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoy hukumatidan shu bizning vatandagi atalmış tarbiyalash lagerlarini darhol taqashni talab qildi. Bu xabarlar bizni suyundiryapti. Bu bir boshlanish deb qarashga bo'lamdi. Ya'ni mushundaq yaxshi xabarlarni sizcha davomli yana anglaymizmi? Buning natijasi oxiri bizni shu lagerlarning taqalganligini ko'rishga muyassar qilamdi sizcha? Bu bizning tomirimizga bog'liq ish bu. Da'vogar kelsa qozi muttaham bo'pti degan tamsil bor qonunda. Biz da'vogar sifatida agar sus bo'lsa, hech kim bizga nima dedinglar deb yenimizga kelmaydi. Malcolm X'ning bir gapi bor ekan, ovoz chiqarishing kerak. Agar bir narsa istasang, ovoz chiqarishing kerak deganni men kichik vaqtimda bilatdim deydi. Kichik vaqtimda shuni bilgachga anamdan bir nima so'raydim, bemisa ta beganga qadar yig'laydim deydi. Axiri shuni hal qildim. Men kichigimda bilaman. Agar bir nimaga erishmoqchi bo'lsam, ovoz chiqar. Sada chiqar deydi. Xuddi shuningdek bizning ko'ngillarimiz-mi, shuni Ayshalik tamsilni debdiki, u bizning tomirimizga bog'liq da'vogar sifatida. Agar bu o'tmishdagi 20 yil, 20 yil jarayonida bo'lgandek atalmış meclisler bilen ayagıva bilen küfayelense, kararlılık kaldı yılda bir kıtım yaş, iş kıtım namayış bilen çeklense, kalan halk xuddi halkı nimedek rozular namazını öddüğü bir vesanlı kutulur ikensin degen kokşaş, şu 4-5 adamga bir teşkilat tikiliginde öddüğü bir bitip, kalan adam uxlasa, bunda kuşalınarlık işlerinin devamı bulmaydı. Bu ahval inşallah avval Amerika tarafdan ovoz chiqdi, andan keyin BDT'dan bu xabarlarni yaxshi xabar oldik. Ertaga inshaalloh Yevropa va boshqa qit'alardami bunda ovozlar kelsa, inshaalloh Xitoy qanday bo'lsin xalqaro besim bilan inshaalloh bir kunlarda shu nimaning lagerlarni taqalganligini ko'ramiz degan umiddaman. Bu ishlar chiqqandan keyin, endi bu xabarlar chiqqandan keyin mesela şahsen biz endi ko'rib turyapmizmi, shu Solih inimiz boshliq shu ishlar, namoyishlar shu chet eldagi da'vo ishlarimizga ajoyib bir jonlanish olib keldi. Ular shu bu qator shu Amerika hukumatiga sunilgan jazolanish kerak deb qaralgan odamlarning ismlaridan tortib yazıp ekirip parlamentga hem şuarlardımı to'lab mushtaq odamlar jazolanish kerak deb 3 oy bo'lib qoldi. Mana jim turmay namoyish qilyotdi. Yağmur, bo'ron, yana bir nima demay, hatto hitlardimi chiqib namoyishlar bo'ldi. Ularninki izlardan ta'sirlangan boshqa davlatlardagi qarindoshlarimizmi hit kunlarimi chiqib namoyish qilgan ahvolam bor.
Muşunaq ahvalda umumyüzlük xalqning qo'zg'alib ketishi bilan mushu natijalarni ko'ryapmiz. Ammo kulkilik ishlar bo'lyapti. Ya'ni ba'zi o'zini birdan-bir davolagan tashkilotlar bu bizniki uzun yillik qilgan kurashlarimizniki, tirishchiligimizning natijasi deyapti. Bu yerda qisqa bir savol so'ragim keldi G'ulomka. Buni falon tashkilotning natijasi deyish to'g'rimi yoki avom xalqning o'rtaq tirishchiligining natijasi deyish to'g'ri bo'lamdi? Endi tarixdan bugungi kungacha boshqalarning emgiki ustiga o'tirib olib, natija tayyor bo'lganda dasqanda paydo bo'lgan odamlardan insonlik qutulmadi. Undan kam bo'lmadi. Bizning yurtda kommunal vaqtida chiqqan bir tamsil borki, ketmende chapsam, men chapsam, matqunaxun kadr bo'ldi deydi. Endi buni shunda o'xshatsak bo'ladi. Tuyuqsiz bir karton film yodimga yetib qoldi. 20-25 yilning oldida ko'rganmidimki, mushuk bilan chashqan baş qahramon bo'lgan bir karton film. Karton filmda bir cho'ng bir zal, kinoxonadek bir zal. Sahnada bir royal var. Royalning aqsida bir mushuk, alı mushuk royal çaladi. Tumunluq bir musiqiga. Birdan bir chashqan paydo bo'lib, bu knopkalarni qalaymiqan besib yetishga tirishida. Musiqining ritmini buzishga tirishida. Bichara mushuk bir qo'lida chag'at, bir qo'lida mushuk chashqanni haydab, birdan mayonga haydab, shuni dingdim mudofiya qilib, ko'p qiynalib ketdi. Hatto o chashqan royalning ichiga kirib olib, tarlining ustida qalaymiqan menib, ashani buzg'unchilik qilmoqchi bo'ldi. U bir qo'lida shu tegiga bir qo'lini uzatib, ashadam chashqanni haydab, bu müzik tügüçəlik çaşqanның avarçılığının dəstidən yerib macaldan ketdi bu müşük. Müzikimi tügeydi. Bu müşükninki energiyasını tügeydi. Topla düşüb knopkaның tüpsigilla. Uşudan ketdi. Dərhal ilk çaşqan uzun ilk qara şiləpə 19-cu əsrin Avropa erkeklərinin giydiğən uzun qara şiləpə, qara frakni giyген halda səhnənin girvikiga kelib şundaqlı təzim qilgan ekan tomoshabinlarga. Guldiras alqış zalını bir aldı. O royalning keyinida kim borligini ko'rmadi-ku o tomoshabinlar. Bu fursatdan foydalanib, chashqan chiqib, ta'zimni qilgandan keyin hali tomoshabinlar royalni chag'an mush ekan deb olqishni uningga yangratgan bir ish bor. Endi biz bu yerda nima deyishimiz kerak? Qo'lingni tat, yo'qol, o'g'ri chashqan degan bir jumlalar kerak bunga. Bunday bir natija agar Uyghur xalqining, mush diasporadagi Uyghur xalqining tirishchanligidan bo'ldi deyilsa, shu Salih boshlab berdi buni. Dunyoning hamma buning chiqig'ida buningga ovoz qo'shdi. Faqat eliqi o'g'ri chashqanlar va uning tarafdorlari bilan buningga ta'tir qildi. Butun xalq ovoz qo'shdi, har xil usulda qo'lidan nima kelsa shuni qildi. Demek bu bütün Şarkı Türkistan halkına ait. Bu netice. Eğer bunun başlamcısı dese Salih sebepçi oldu. Sebepçisi o küç. Bütün Şarkı Türkistan halkının. Çetellerdeki Şarkı Türkistan halkının. Bu g'alaba xalqqa mansub. To'g'ri. Rahmat G'ulomka. Bu ekran yana oxir kelganda qaytib oldi. Herhalde to'liq javobni olgan bo'ldik.
Bugün hazır mı 2 saat oldu programı kalacak vaktinizni aldı Xulamka. Ahırda bir xulas sözünüz olsa anlasak, anladıkken programını ahırlaştırsak. Xulas şu endi mushu krizis deb atılayotgan mushu ishda xalq qaymoqmisi ekan deymiz. Endi ilki Zordun Sabirning Ana Yurt romanida bir tasvir var. Elihan Töre aytavur mag'lub bo'ladi-ku, deyim bir saylamda mag'lub bo'lamdi. Evet, doğru. Şu vaqtida Nuriga yaz balam yaz. Bu qatim munofiqlar, xainlar g'alaba qildi. Tarixdan beri shunday bo'lib kelyapti. Yaz balam yaz deb yozdirdilar. Uning tafsilotini isimda yo'q, bek uzun bo'lib ketgan. Endi yana munofiqlar, fursatparastlar, shaxsiy g'arazdikilar, oq ko'rinish toza bo'lmagan odamlar bu ishning turiga chiqib olmaslik uchun haq yo'lni tanlanglar qarindoshlar, haq yo'lni. Meningki haq demoqchi emasman. Bunda demoqchi emasman. Kichkina aqlinglarni ishiltinglar. Masalalarni selishtirib baho beringlar. Bir tarafdan anglab baho berishga aldirmay, yana bir tarafdan anglab taqib andan baho beringlar. Andan tanlanglar yo'linglar. Shuningga chaqiraman. Bu krizisning ashadili putkini yaxshi. Kollektivning qarori bilan putkini yaxshi. Başka gap yo'q. Rahmat. Demisimi bu ishlarning men uchun hamma yerda sazoyi qilinib, hammadan anlatilib, bu ikki xil o'xshamaydigan fikrdagilarni bir-biriga sap qo'yib, bundaq g'avva qilgandan munosabatlik odamlar birga kirib, chiroyli bir usulni tepib, bir amalni tepib, mushu krizisni hal qilish orqali xalqimizga bir to'g'ri javob berishi men uchun yaxshi. Yana burunmi dedik, bu ekran qarshısida ikki taraf chiqib so'zlashgan bo'lsa, balkim ikki taraf chiroyli so'zlasha olsa bo'ldi. Bo'lmasa, agar talashlar tushib qolsa, u yomon oqibat berib qo'yishi mumkin. Shunga shu bayonliq, masalan, Ablajon Layinlaman qarindishimizmi telefon qilib dedi, bu qatam hammamiz o'zimizni tuvan o'ringa qo'yib turib, xalqning manfaatini ko'zda tutib, shuni chiqish nuqtasi qilib turib, mushu krizisni o'rtaq hal qilishning yo'lini bir chiroyli usul bilan tapsaq degan nima qildi, bu qarindishimizning gapiga men qo'shilaman. Ham sizlarniki mushu krizisni bir chiroyli yo'l bilan hal qila oladigan ishini oxirida Xulamka sizning teningizga salomatlik tilaymiz, turmushingizga xotirjamlik, xizmatlaringizga qutlug' tilaymiz. Ko'p vaqtingizni oldik. Ko'p rahmat. Xayr, Allohga omonat. Allohga omonat. Anlıqçılarıma rahmat. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yandırıp, kaldı ketken yolunda, ata-anam temrip, gözleriyle yaş ile suyunumda kaldı, kolları yeşildi, oğul kızım o kaldı. Xudayımga amanet deb qadamni boshladim, oldindagi sirbar yo'lga nazar tashladim. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'lar. Atam qachon yo'lda uchta sabiy bolalar. Şirin uykular, ushbu yollar qo'ynida ketdi yumilib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal edib ketdi, dillarni vayron etdi. Kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi.
Acaba keş musafir bir işki idelmey ne düşürdüm dertler Tehi üyge gidelmey Dua kılıp sorayım Allah'ın amanlıkını Yol düşürgen musafir Görmesin yamanlıkını Xudayımğa amanet Dep kadəni başlığın Aldındaki sırba Yolga nəzər taşlığın Bu yolla uzun yolla Bu yolda ölüm tolar Adam kaçan ki orada Müşter sebib Allah Namın ulu hey Allah Dua kılıp sorayım Yol düşün musafirle Amanlığını sileyim Amin